Salom hammaga do'stlar, sizlar bilan Marokka do'stlar va bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda Roblox o'yinini o'ynaymiz do'stlar va biz bu yerda aeroport qurishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Qani bo'lmasam videoga ketdik do'stlar. Do'stlar, mana bu yerdan pulimizni olamiz. 750 ming pul yig'ibdi o'sha. 750 mingga 500 ga mana bu narsani olamiz. 750 dan keyin 250 ming pulimiz qolibdi do'stlar. Bu yerlarga qaraymiz. O dalada ham narsalar bor ekan-ku. Bu nima edi endi 1750 ga nima mashinalar uchun anaqa narsa. Xullas aytolmayman qanaqa mashinalar uchun nimadir stoyankami? Shunaqa qurib olamiz. 310 ming 1k pulimiz bor, mana bunga yetadi. Hop, bizda mijozlar kelarmikin? Hop, 2000 ga devol, 30 ming pulchamiz bor. Hop, 20 ming, 4,5 ming, vay, pullarimiz yetmaydi-yu. Hop do'stlar, pulimiz ko'payishini biz kutamiz. Hop do'stlar, mana biz puli qancha nima deydi? Pullarimiz ham 4000 dan oshib ketibdi. 4,5 ga mana buni olamiz. Nima edi bu? Nima qo'shildi bilmayman. Hozir biz 1k pulimiz o'zi aeroport qurishimiz kerak shekilli-da. Voy, nima ham bunday bo'lib ketyapti bu? Aeroport qurishimiz kerak-ku. Mana bu nimaga ochilmayapti? Ha, ochildi. 2,5k. Hop, 1000 ga mingga mana bu yerni olamiz. Aeroport bir nimasi ekan. Nimadir ochildimi hozir bu yerda? Mahmudlar, voy, qaranglar, mana bu nima ekan? Bu qanaqa narsalar? Voy, bular nima ekan? Nima bular? Tushunmayapman. O ancha asta pullarimiz ko'p, qimmat bo'lib ketyapti narsalar. 1.6 bu nima bu? Televizorcha qo'yyaptimi oddiy? Voy. Do'stlar, hozir mana bu nima? Bu eshik menimcha, mana bu narsa 2,5 ga ekan. Hozir o'sha pulni olib olamiz. Xo'p do'stlar, men mana pulni oldim 2800 ga. Eshik, voy, eshikni qaranglar. Uyingizda ham shunaqa eshik bo'lsa, endi faqat sizni ko'rsa ochiladigan. Qo'rqib ketdim. Mana endi bu yerdan kirardimmi? Endi aeroport eshigi bo'lmasa, bu eshigi ochilmasa, endi u nima bu? Aeroport emasda. 9000, 2000 ga devor sotib olamiz. 1,5 ming nima bu? Rebesday nima yo'q bu? Endi bu yo'q bo'lsa bundoq qilamiz. Yo'q. Ishtimo olmaymiz. Yo'q, olmaymiz. Bo'ldi. Pul yig'ilishini kutamiz. Yo'q, pul yig'ilishini kutmaymiz. 1,5 mingni olamiz. Nimadir sekin rivojlanyapti. Bizda hatto aeroport kallachamiz. Shunaqa 20 ming, voy. Do'stlar, shu joyda kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishlaringizni xohlardim. Shunda videolarimiz qisqa emas, uzun bo'lib chiqardi. 1700 vaqt arzon qo'l sotib olamiz. Ochilsimsim yopilsimsim bo'ladi. 1700 da 2000 qilib ketaylik shuni. Ochilsimsim, hozir yopilsimsim bo'ladi. Bu yerda mashinalar uchun mana bu yerda ham bor. Tashqarini rivojlantiramiz do'stlar. 7000 1500 dek ko'raman bu 2500 ekan. Iltimos, kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun shuncha mehnat. Endi bir tinga ayamaydi yo'llayam bo'yi. 1,5 mingdan pul olamiz. Mana buni olamiz. Nima ekan bu? Nima bu? O'z o'qiymiz.
yana pul yig'amiz. Pulchi bo'lib ketyapmiz. Qani va do'stlar, bitta narsaga shu yerda javob aytib ketmoqchiman do'stlar. Mening kanalimda biznesmen degan bitta nima bor. Nima edi? Serial. O'shani birinchi qismi bor. Ko'pchilik so'rashyapti, "Okey, keyingi qismi qachon? Ayting, unaqa deb tashyapti." Okey, bolalar, obunachilar, endi u serialning davom bo'lmaydi, chunki mani Minecraft'im o'sha endi bular so'ramasa kerak bu serial so'ramasa kerak. Anchadan beri hech kim so'ramovdi, hozir sal ko'paydi. Shunga so'rasizlar, hech kim so'ramasa kerak deb men 7 o'chirib yubordim. Endi kechirasizlar, bu meni aybim emas, bu sizlarning ayblaring. Sizlar to'g'risi sizlarda ham ayblaring emas. Men bilmovdim-da, bolalar bilsam men 7 o'chirib yubormasdim. Shuni aytib ketay shu yerda. Ana endi pul yig'amiz. Mana do'stlar, 5000 pul yig'ib oldik, buni olamiz. 7300 va bu yerda biz birinchi qavatda yotdimi? 2000 buni olamiz. 2300 ekan, adashib ketdim. 3000 ga ham yetmaydi. 9500 nima qilaman, to'g'rimi? Munda. Avval shetdagi narsalarni tugatib olayman. 5000 ga hali tomim ham yo'q-da mana. Bo'laqol shu to'kutamiz endi. Mana 9 bo'ladi, hozir 5 bo'ladi. Roof tom olamiz. Tomimiz bor. Narm 1000. Voy. Davay, bo'laqol. Hop, pul olamiz va svet qo'yamiz. Вообще zo'r aeroport bo'lib ketdi-yu. Va 750 mingga. Va ko'rmanman, kamera o'rnatardim. Haylo. Bu chekkalarga ham qaraychi, 750 mingga kamera degan narsa yo'qmi? Biz orqani qaraylikchi. Yo'q, pulimiz yetmaydi, lekin normal aeroport chiqyapti menimcha. Manimcha o'tlagan borsa tushib ketar mana. Suvmi? Qo'rqib ketdim boku. Ammangni chiqmayapti-ku. Chiqib ketib videoni yoqarman. Voy do'stlar, men bitta yomon ish qilib qo'yibman, do'stlar. Boyani daryoga tushib ketgandan keyin videoni zapisni o'chiruvdim. Chiqqandan keyin do'stlar zapisda yo'qman men. Men juda ham ko'p narsa qilyarganman. Orqamni ko'rsatolmayman. Mana do'stlar, men qo'ydim ikki tarafga devor qo'ydim. Mana bu yerga mamni qo'yib qo'ydim. Mamnuqa narsalar qurib qo'yibman-da do'stlar. Zapisda yo'qmasanda, eng qiziq zapisda yo'qmasdan. Men zapis yo'q deb o'zim gaplashib o'tdigan ekanman do'stlar. Nima qilay? Hamma quramiz. Men shu tomondan uzr so'rayman. Chunki men deb bo'ldi. Men zapisda yo'qmaganman, esimdan chiqarib o'rganman. Hop, 7,5 ming, 6 ming, 3,5 mingga narsa olamiz. Mana bu devorni, mana bu katta, uzr bilmay qoldim. Katta devorni necha puliydi? 7,5 mingga oldim. Hop, pul olamiz. Shari tur. 3,5 mingni olamiz. Hop do'stlar, videoni shu yerda tugatishga majburman. Chunki men ham ishlarim bor, bu videoni montaj qilish kerak, boshqa qilish kerak. Shuning uchun, lekin bu video birinchi qism bo'ladi do'stlar. Men albatta va'da beraman, buni ikkinchi qism, uchinchi qism chiqarishga. Minecraft chiqmagani uchun uzr. Hammaga xayr, hamma sog' omon bo'lsin do'stlar.